Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Oyshan Ahmadning Muhammad Beshir Chingvang nomli romanining davomini anglatamiz. Allah Taala'nın berkatida yurtimiz aman, ittifoq, xalqimiz bayashat yashavatıdı. Xalqlar, olvan siliq to'la, tökey desem aşım yok. Bu siliqni tökmesden tiriklikte başım yok deb ingrab yürüydü. Şunu səmanlarga sep qo'yayki, har qandaq bir ish boshqaruvchining millatiga qaramay, qilgan ishiga qarash kerak. Hammada niyat xolis, pok bo'lish kerak. Hey aka, ishkimiz o'xshashli bo'rini yemaydi. Aman xalqqa adillik qilganimiz tuzuk. Chunki adillik zo'rlikdan ustun turadi. Barsan, bir bisib, tomchi suvdek ayrilib, munchumu, bag'ring qatarmu, boqmading bir qayrilib. Bu gap Muhammad Beshir Vanga ma'qul kelib, shu an farmon qildi. Bu taqtayı atsa atigandala ishikning ustiga esib qo'yildi. Eliga berib o'ltiraqlashib qilish uchun bu yerdagi kishilardan elilik mehmonlar bilan birga ketadiganlardan 10 oilalik kishi ko'chishga tayyor bo'ldi. Elidan kelgan mehmonlardan 9 oilalik kishi Mehribonu xonimning yonida qoladigan bo'ldi. Elilik mehmonlarning ko'pinchisi hozircha eliga qaytib berib, tayyorlik qilib kelar yili yana elidan qo'mulga ko'chib keladiganlar bilan qo'shilib, atiyozga keladigan bo'ldi. Bu yerdami yana 30 oilalik kishi kelar yili elilik tuqqanlar kelgandan keyin eliga qaytadigan harbular bilan birga mangadigan bo'lishdi. Elidan kelgan mehmonlar va qo'muldan eliga ko'chib boradiganlar Alloh taolaning yaxshi kunlarining birida yozning oxirgi oylarida yo'lga chiqishdi. Ularning Mehribonu xonim boshliq Vangning vakillari to'sqig'icha birga berib uzatib qo'yishdi. Degandek, kelar yili elidan 31 oilalik kishi qo'mulga kelib o'ltiraqlashdi. Ular qo'mulning shahar ichki oqyer qatorliq joylarida uy makonliq bo'ldi. Qo'muldanmi 30 oilalik kishi eliga ko'chib bordi. Bularning ichida Rana xonmi bor edi. Ular elining Xudiya yuziga qarashliq oq o'stamning janubiga o'rinlashib, Qumulliqlar mahallasini tashkil qildi. Shuning bilan Qumul bilan eli o'ttirisida berish-kelish ko'paydi. Mehribonu xonim buningdan nihoyatda mamnun bo'ldi. Ikkinchi qism. Muhammad Beshir Chingvang xon oldida. Muhammad Beshir Vang bugun ko'ngliga putgan bir ishni surishtirish uchun Na'mutulloh Tayji bilan Shoselim Begni yeniga chaqirdi. Vangning ko'p narsani ko'nglida bir chigis xayol kezatdi. U bo'lsa-mu, xalqning qo'rsqi to'q, kiyimi butun depla, na o'rda ichidagi, na puhra ichidagi ichki nizolar bilan korimiz bo'lmasa, fitna fasod urug'lari ko'payivasa, oxir xalq zamondan og'rinadi. Shunga bu xil ahvollarni surishti qilish, tegishli tadbirlarni qo'llanish lozim. Ammo buni qanday hal qilish kerak? O'tganda u bu haqda Shoselim Bey bilan Na'mutulloh Tayjiga ozroq eskartibmi o'tgan edi. Bugun Vang bu ishga bekka qarab tamkinlik bilan so'radi. Almin g'amsizligi podshohlarning tinch omonligidir. Lekin tinch omon turibdimizg'o deb xalqning ichidagi, o'rda ichidagi, baglar ichidagi ichki nizolar bilan korimiz bo'lmasa, kishilar kunlarning birida biz egilib turgan bu zamonni ayiblamay qolmaydi. Qadimdan kelgan saboqlardan qaraganda, inoq elde ofat yo'q, inoqsiz elde omad yo'q degan xulosa hammamizning samiga ogohdir. Garchi biz yurtimizni noita obod desakmi, yaxshining yomoni, kunduzning ketisi bo'lgunidek, obodlikning oxir xarobligiga yuz tutadigan ishlarmi bo'lib qoladi. Shunga har qaysilari o'ylashib ko'rslar. Ichki nizo, fitna fasodlarning yiltizi zodi nada.
Buningga chor tadbirlarni tepish kerakmi qandoq? Undoq bo'lmaganda bu ish avloddan avlodga yuk bo'lib qolmamdi. Van G'ojamning aqliga barakalloh. Bu mani yurt boshqurishdagi eng muhim ish. Ulug' Vanglarimizning tarixidan olsak, janoblarining esida bo'lishi mumkin. Isoq Vang, ya'ni Qumulning 4-vangi, o'qya etib, o'q qilishga amroq bo'lib, bir kuni shoni shavkat va o'q qilish hashamati bilan nurg'ulg'an sipohlarni agashtirib, o'q qilishga bozor bilan mangan ekan. Fitnaxo'rlardan biri Vang Hanzularni qirishga otilinibdi, deb jar sapdi. Natijada 5-6 Hanzu o'zlarini quduqqa tashlab, arg'amchiga isilib o'libdi. Xon buni anglab heliqib fitnaxo'rni o'limga buyurib, Isoq Vangni Oqsuning Shamol Charvoq degan yeriga 15 yillik surgun qilib, uning ukisi Ahmadni tajilik mansibi bilan yurtni so'rashga yorliq tushirgan ekan. Ahmad Taji akisining shoni shavkatini saqlab qolishni, akisi surgundan qaytib kelsa, uni xush qilishni ko'zda tutib, Oratam va Bag'dashda o'rda soldirib, bog' bino qildi. Afsuski, bir muncha fitnaxo'r chiqimchilar Isoq Vangga ukulari Ahmad Taji janoblaridan vanglikni tortib olish uchun o'zlariga Oratam, Bag'dashlarda o'rda soldirib, hashamatlik bog'larni bino qilyotdi deb chaqqan. Buni anglagan Isoq Vangning g'azbi o'rlab, zahri toshqan. Natijada fuksining izzat hurmatini, akso bo'lgan mehr muhabbatini yerga urib xat yozgan. Bu xatni o'qigan Ahmad Tajining ko'zidan yosh qurmagan. Chunki u aksiq bo'lgan aqidasining o'ziga dushman bo'lganligini o'ylamaganda. Ahmad Taji ochiq yutib, bir oy ichida o'lib ketgan. Keyin Isoq Vangning o'g'illari Qumulda Oqsudagi Shamol Charvoqqa o'xshash bir joyni bino qilib, xonlikdan Isoq Vangni shu yerga qaytarib kelishni so'ragan. Xon ma'qul bo'lgandan keyin u jazo muddati to'shmayla Qumulga qaytib kelgan. Kelgandan keyin Isoq Vang fuqsining yaxshi niyatini bilib, pushaymon qilib, oxirgi umrini ochiq yutish, hasrat, nadomat bilan o'tkazgan. Bu ishlarni menma anglagan. Undan keyin o'rtada nurg'ulg'an nizolar saqlanib kelgan. Hozir bo'lsa, So'rbegning ishlari buning misoli. Puxraychidimi mundaq ishlarni aytib ko'p. Van G'ojam janoblari nihoyat muhim bir ishni o'tirib qo'ydilar. Bu ish oddiysi har bir oilaning tarbiyasiga bog'liq bo'lib qoladi ekan. Balangni adabga o'rgatmasang, naslin quriydi degan gap bor. Shunga biz yaxshi xulq tarbiyasi ilib olsak, buni maktablardan boshlab jamoat ichiga ilib olsak deyman. Men hazratlarga yaqinqi yillarda o'tgan ikki boy haqidagi mundaq bir voqeani aytib bersam deyman. O'ylagan ishlar uchun oz to'la foydasi bo'lib qolarmikin. Qani deslar, Shosilim Bey. Qaysi ikki boy deylar? Anglab boqayli. Shosilim Bey tövendagi voqeani qisqartib, qiziqarli qilib Vangga so'zlab berdi. Shaharning o'ttirsidagi odamlar o'ltiraqlashgan mahallalarning birida ikki boy o'tgan bo'lib, birining ismi Najmiddin Boy, yana birining ismi Faxriddin Boy ekan. Najmiddin Boy ichida hisobcha so'qibli yuradigan, xayr saxovati kamrak, nazr nuzratlarni oz qiladigan, ammo 5 vaqt namoz odam edi. Uning dadasi mushu yurtning cho'ng boylaridan bo'lib, 3 o'g'illik bo'lgan. Ikki o'g'li va ayoli o'zidan burun vafot bo'lib ketgachga, Najmiddinlar dadasining birdan-bir mirosxo'ri bo'lib, dadasidan qolgan barliq mirosga ega bo'lgan ekan. O dadasidan qolgan mol-mulkni buzib chachmay, savdogarchilik qilib, bir necha hasiga ko'paytib, texmi biyib ketibdi. Uning ikki yerda cho'ng bog'lari, bog' ichida saroylari, shahardami cho'ng darvozali uylari bor ekan. Ot, kala, qo'y, o'shkilar ko'payib, necha yuz tuyoqqa yetibdi. Afsuski, Najmiddin Boy ko'rinishda boy odamlarda ko'rinmaydi. Oddiy raqlardan kiyim-kechak kiyib, yirtilsi tikib, teshilsi yamab, gadoy sifat yuratdi. Uyda bo'lsa, un, guruch, go'sht, moy, o'tindan tatib, hamma narsani o'lcham bilan ishiltish uningga odat edi. O topgan tutgan boyligining hammasini Alloh taolaning yo'liga tutib, 5 vaqt namozni vaqtida o'tab turganligim uchun Alloh taolo menga himmat ato qilib, mening beshimni siladi deb o'ylaydi ekan. Shunga o bir tarafdan o'z boyligini kengaytirish bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan jon dili bilan mahallaning imomatchiligini qilib o'tibdi. Uning 2 qiz, 4 o'g'li bo'lib, hammasini uy o'choqlik qilib bo'pti. Qizlarini boy, bag'jamatlarga berib,
qo'y kallalarini avutgan bo'lsa, o'g'illariga qo'l ilkida bir narsa yo'q. Ozroq to'yliq ba'slar rozi bo'ladigan kishilarning qizlarini ep berib, o'g'illarining to'ynimi ko'p chiqim qilmayla tugitibdi. Endi Faxriddin boyga kelsak, u ochiq ko'ngil, chiqishqoq, ko'nglida nima bo'lsa shuni deydigan chaqchaqcha odam edi. Onunga ota-onasidan hech qanday mol-dunyo miras qolmabdi. U kichikidilla hunar o'rganishga havas qilib, cho'ng bo'lganda yog'ochchilik, temirchilik, mozduchilik qatorliq hunarlarni o'rganibdi. Hunar qilsang, hunar degandek, u har qaysi ishni qilishga to'g'ri kelsa, shuni qildi. Bir kunni bekor o'tkazmabdi. Uning ayolimi jon ko'yar, qo'li aplik, ishchan ayol bo'lib, Faxriddin boyning topqanlarini buzib chashmay, o'rinliq ishiltibdi. Shunda qilib, ularni biyibdi. Ayoli 10 o'g'il, 2 qiz tuqqan ekan. Bularning 4i qizil chiqib o'lib ketibdi. Qolgan 6 o'g'il, 2 qizi uy o'choqliq bo'pti. Otini do'rig'ili o'g'il kerak, onini do'rig'ili qiz kerak degandek, hammasilar adab axloqda, hunar kasbda ota-onasining izini besibdi. Faxriddin boyning oxirgi umrida 2 tugmini, bir yupini, bir bo'zto'qish to'kini, yana nurg'ilgan uy-joy, mol-varalari bor ekan. Faxriddin boy kichkida o'qimagan ekan, lekin u o'g'il qizlarning hammasini o'qitib, Qur'on tamom qilg'izibdi. Yaxshi axloq o'rgatib, rostchil va pok bo'lishga da'vat qilibdi. Shunga bu bolalar bir-biridan chiroyli, bir-biridan adablik, nomuschan, hayolik odamlardan bo'pti. Yuqorqi ikki boyning mijoz xulqi bir-biriga ancha o'xshamasimi, yosh qurami unchalar farqlanib ketmagachga birodar deyishib yaqin o'tadi ekan. Bir kuni namozda Najmiddin boy salpiyib masjidga kirib ketdi va hech kimga gap so'z qilmay mihrobga o'tib namozini boshlabdi. Hammasi imomga iqtido qildi. Lekin namoz oxirlashay deganda Najmiddin boy sajdadan beshini ko'tarmabdi. Bu holni sezgan Faxriddin boy darhol beshini ko'tarib Najmiddin boyga qarabdi. Bu chaqda Najmiddin boy asta bir tarafga qing'iyib yiqilibdi. Bola deganga kichigidan tarbiya qilmasa, boshqa balo bo'ladi degan mushu. Bu 6 bola tog'dak yo'lak bo'lib turgan dadisini tugatdi degunicha Faxriddin boy birodarining beshini yo'lab, yerim yumilgan ko'zlarini asta ichib, ko'zining qarchiqiga qarabdi. "Hey jamoat, jon bor ekan, jini bor ekan, qanday qilayli? O'g'illarini chaqirayli." 2 o'g'li yetib kelib, dadisini ko'tirgunicha uyga ilib ketdi. Faxriddin boy ularning orqasidan shapashlab uyga yetib qarsa, Najmiddin boy uyning to'rida sindirib qo'ygandek yotqidak. "Birodarim, ahvollar qandaroq, nim bo'ldi?" deb so'rabdi. Najmiddin boy so'l tarafini ishorat qildi. Demak, so'l tarafi tutmas bo'lib qolgan ekan. "Hey, bumi ochiqdan bo'lgan gap" debdi Faxriddin boy. Najmiddin boy ko'ziga yosh olibdi. Degandek, Najmiddin boy yosh chaqlaridan tortibla pul molning ko'yiga tushib ketib, bolalariga yaxshi tarbiya qilmagan ekan. Biri ho'ron, bo'lumsiz, biri bangi, qimovoz, biri maddal o'g'ri bo'lib cho'ng bo'pti. Bolalar cho'ng bo'lgandan tortib ta bugungacha bu uydan majra tugab baqqan yo'q ekan. Terim vaqti bo'lsa, kala uylarni talishib, tepin vaqti bo'lsa, ot eshaklarni talishib, qurban hit bo'lsa, qo'y talishib, to'ylari bo'lsa, uy talishib, zodida tinch o'tmabdi. Hatto hammasi uylik, balaliq bo'lib ketibmi? Dadasidan rizqini uzalmay birdan pul, birdan ochliq, birdan mol deb kelib, dadasini xop qiladi ekan. Qimovoz o'g'liga uftir o'tibla eski o'tqanning o'ttirsini teshib, to'shikdan beshini chiqarib, mahallaning chetidagi do'ngning beshiga chiqib o'ltirdi ekan. Najmiddin boy nomusdan ming o'lib bir tirilib, o'g'liga 5 kura yoki biror tag'or bug'doy berdi ekan. Dadasi og'rib qolganda, 6 bola dadasining mol dunyosining g'emiga tushib, biror hafta tinjib qilishgan bo'lsa-mu, yanala o'z paydildan qaytishmabdi. Tep qancha qitimlar bolalarga nasihat qilgan bo'lsa-mu, hargiz kar qilmabdi. Faxriddin boy kunda degidek birodarini yo'qlab turdi ekan. Najmiddin boy bir kuni Faxriddin boyga mundoq debdi: "Hisoblab ko'rsam, 80 yaqinlab mengibdiman. Alloh taolaning yo'ldan chiqmay, iymonimni sop tutib kelganligim uchun Alloh taolaning himmatiga erishib keldim. Shunga Allohdan tezdan saqayib ketishimni tilovatıman. Navoda Xudoyim umrimni uzun qilsa, Alloh taolo uchun yo'limni kang tutarman. Navoda Alloh taolo kel qulim desa, Allohning huzuriga sig'inaman." Shundoq debdi Faxriddin boy beshini egib taajjub bilan. Navoda rizqlari ziyoda bo'lsa, Alloh uchun xayr saxovatlar kam bo'lmas. Agar Xudoyim tendiki omonatni topshir desa, o'zlarini Alloh taolaning joyi jannatlari kutib turdigandi. Najmiddin boy Faxriddin boyning so'zini anglab, ko'ngli sal beorom bo'pti. U ko'zlarini bir nuqtaga tikib, birdan jim yotgandan keyin Faxriddin boyga ishtik burilib, deganlar barhaq debdi.
Kunlarning birida Neriqi mahallada o'ltirishliq bir yosh yigit tuyuqsiz kasal bo'lib vafot bo'libdi. Faxriddinboy uning namozidan yinib uyga keldi-da, o'ltirib o'ylanib qopti. Har boshda bir o'lim. Mening putim go'rga sangildi. Mundaq tuyuqsiz o'limlardan Xudo saqlasin. O shu xiyolni qilib o'tib bolalarini, o'zining mol-mulk va butun besatini o'ylabdi. Ondan uzundan beri ko'ngliga pikib yurgan bir ishni qilg'iz kelib, bir necha kun shu ish bilan avara bo'pti. Oradan bir hafta o'tganda u yana Najmiddinboyni yo'qlab kelibdi. Najmiddinboy Faxriddinboyni ko'rib xush bo'lib ketibdi va bir necha kundan beri kelmaganining sababini so'rabdi. "Voy boy birodarim", debdi Faxriddinboy Najmiddinboyning yenigiroq surilib kelib. "O'g'ri qo'g'iliqqa kirsa, xom pishiqini tanlamagandek, hozir Azroilmo xom pishiqni ayirmaydigan bo'lib qopti. Mana qaraslar, bir obdan yurgan yapkash yigit necha kun og'ribla olamdan o'tdi. Sizlar bilan biz qaraslar, pishib qolgan qo'g'inda." Faxriddinboy shu adil gapini tugitib jim bo'pti. U yana nimalarnidir demoqchi bo'lgan ekan, Najmiddinboyning sarg'aygan yadang'i chiroyiga, o'ltirishib ketgan ko'zlariga qarab niyatidan inibdi. Ammo Najmiddinboy Faxriddinboyning chaqchaq qilayotganligini tushunib, kulimsirab turib debdi: "O'zlari birodar, yerlikka yaqinroq", debdi Najmiddinboymi chaqchaq qilib. "Azroil avval o'zlariga kelarmikin? Kisal o'limning eltisi deyishidi. Afsuski bayaka, mening hozirgacha biror yerimning og'rig'ini bilmayman", debdi. Ular ikkisi tangli kulishib ketgandan keyin Faxriddinboy beshini tuvanroq qilib Najmiddinboydan yana so'rabdi: "Rost gap qilsizlar, boy birodarim, kasallar qandaqroq?" "Hey, Alloh egam shifolik bera. Bir tarafimni zodili midiriltolmayman", debdi Najmiddinboy hasrat bilan Faxriddinboyga. "Bu balalarning dardi meni o'ltirib qo'ygan o'xshaydi. Ya men ularga berib to'yg'izolmadim, ya ular bir ish tepib ishlab o'z kunini o'zlari olmadi. Qanday qilg'iliqkin tang?" Faxriddinboy uning gapini bo'lib mundaq debdi: "Men necha kundan beri gardandan saqit bir ishni qildim." Najmiddinboy "Nima ish qilding?" deganda qilib uningga qarabdi. "Qaysi ishni desizlar? Neriqi mahalladagi yosh yigitning o'limi meni cho'chitib qo'ydi. Alloh taolaning amri bilan vaqt soati kelsa, bizga al-hukmulloh deyishdan boshqa amal yo'q. Shunga dunyolik ishni oxiratga qoldirmay deb o'ylab, necha 10 kun burun bir vasiyatnoma bitirib qo'ydim. Dunyo, mol-mulk degan qo'lning kiri. Men kelsam, bolalarimga qoladi. Albatta, bor mol-mulkim, uy-joy, bog'varon, tugman, yo'panglarimmo bolalarimga qoladi. Lekin buni o'z lavzim bilan ayirib qo'ymasam, men o'lgandan keyin bolalarning ichida majra chiqadi. Dunyo degan yuz yo'q narsa emasmi?" Faxriddinboy birdam jim bo'lib, ondan so'zni davomlashtiribdi. "Mahallani cho'ng kichiklaridan vakil qilib, uyga netisini chaqirdim. Avval bir paqlarni so'yib mehmon qildim. Ondan jamoat oldida Rashidin qariga qalam tutqizib, burundan ko'nglimda bo'lib qo'ygan narsalarimni har bir bolaga loyiqida bo'lib aytib berdim. Rashidin qari oxirqiga qarimiki bilan bitdi. Bolalarim qo'l qovushtirib pastga qarab turadi. Yezilib bo'lgandan keyin Rashidin qari bolalarimga o'qib berdi. Bolalarimning hammasiga bir qur sapsilib qarsam, hammasining yuzlarida, ko'zlarida xushallik tabassumi paydo bo'pti. Oxir vasiyatnomaga qo'limni qo'ydim. Balalar birdilla menga esilib yig'ilishib, "Sen texi hayot, sap-saq turib, nimishqa mundaq qilsan jinimda-da", deb deyishib ketdi. Alloh oldida gadinimdan saqit qildim. Mol dunyoni bo'lsa, sizlarni deb yiqan. Mendan keyin hammanglar ittifoq o'tib, beshimni yo'qlab turinglar dedim men. Menga qaraslar, boy birodarim, ish nihoyat chiroyli o'tdi. Endi men o'lsammi ko'zim ochiq ketmaydi. Ashu qorong'i joyda tinch yotaman. Men rozi, Alloh rozi, balalarım rozi. Najmiddinboy bu ishni anglab titrab ketibdi va Faxriddinboy "Senmi shundoq qil da'vatida" deb o'ylab, demismi Faxriddinboy uningga ishorat bergan edi. Lekin Najmiddinboy uchun bundoq qilish xiyoliga kirib boqmagan ekan. Shunga u kesibli mundaq debdi: "Qo'ysilar bu ishni. Qo'y o'lamdi, qo'zi o'lamdi, Xudo o'zi biladi. Texi bu dunyo uzun dunyo. Xudoyim buyursa, kelar yili qo'ylar 300 ga, cho'ng mollar 200 ga yetib qolg'idek. Xudoyim salomatligimni bersa, mavi uylarni buzib, arqa oldi joloqoqliq, tosh tortmiliq uylarni salay deyman. Xudoyim buyursa, Alloh taolo niyatlariga yetkizgay. Amin." Faxriddinboy duo yondirib, uydan chiqib ketibdi. Najmiddinboy 2 oy o'tgandan keyin qishning eng sovuq kunlarining birida vafot bo'ldi. 7 nazir kuni 6 bola o'ttirsida majra chiqibdi.
Altı bala dadısının uyida qo'lga chiqqidekli narsa bo'lsa ilib uylarga to'shibdi. Nazarga kelgan jamoat majroni ayirolmabdi. Shu asnoda Faxriddinboy ho'ylida paydo bo'lib, bu 60 jon bo'lib g'avg'o qilayotgan 6 jonni ayblamabdi. Hatto g'alvini ayirib qo'ymabdi. Bu shundoq ish debdi u beshinlang ish deb. Bu kishi mol dunyoni nimishqa yig'ibdi? Ya Allohning oldiga ko'tarib bormoqchimikan? Dadanglar sizlarning oranglarga emas, balanglardan balanglar orsig'imi cho'ng pishni g'ovga terib qo'yib ketdi. Buning hisobini qiyomatda berur. Oradan 2 yil o'tib Faxriddinboymi qazo qildi. Mana bu ikki boyning jamiyati hozir nayt ko'payib ketdi. Najmiddinboyning jamiyati orasida pishni g'ovga, urush talash o'ksimay bo'lib turdi. Birining biri to'y to'kin, nazar chiroq, o'lim yetimlarga berishmaydi. Mahallada urush talash bo'pti desa, ha, haliqi Najmiddinboyning bolalarida shu deyish odat bo'lib qoldi. Bulardan kishilarmi bezor? Faxriddinboyning jamiyatidagilar bo'lsa, bir-biri bilan nayti ittifoq o'tadi. Bir-birining yaxshisini ichib, yomonini yipib, kamyalarini to'ldirib, to'y to'kin, nazar chiroq, o'lim yetimlarni billa bo'lib, bir-birining dardiga yetadi. Mana bu ikki boyning o'g'illari qarab baqayli. Faxriddinboyning cho'ng o'g'li Turpanning cho'ng madrasada o'qib kelib, bu yerdagi cho'ng madrasada mudarris bo'ldi. Ikkinchi o'g'li Turpan cho'ng madrasasini bitirib kelib, bu yerdagi bir masjidga ma'zillik qiladi. Qolgan o'g'illari yer teraydi va muallimlik qiladi. Najmiddinboyning o'g'illariga kelsak, cho'ng o'g'li janoblarga ma'lum bo'lgan Heliqi Ra'noxonning eri Selimsoqbek. Ikkinchisi bo'lsa Surbek bilan birlashib yurgan Ashraf. Yana birimo kech kunduz o'g'irlikdan beri kelmay, to'xi kantosi deb nom olgan Baqi. Kichki bo'lsa yetishib chiqayotgan pishnoxo'r, yolg'onchi, aldamchi kazzob Shomat. Bularning eski nomi bu shaharga pur ketdi. Bir shaharda mijozi o'sal, adabsiz, hayotsiz, niyati buzuq bir necha odam bo'lsa, shu shaharni bulg'aydi. Ular bandalarning tinch, farovon turmushiga tushgan mita. Bundaq mitalarni yo'qotishning to'g'risini o'ylamasak bo'lmaydi. Bu illatlar tarixdan beri saqlanib kelayotgan illatlardir. Shundaqdimi biz ham bizning navri chavrilarimiz buni yo'qotish uchun doim o'ylanish kerak. Menimcha o'rtadan bir kitob tuzayli. Bu kitobning nomi Yaxshi xuluq ishga olamdir bo'lsin. Kirgiziladigan mazmunlar. Siz chiqib, bosh munshini boshlab kiring. Qog'oz bilan qalam ilib kirsin. Xo'sh, Vang'ojam. Bosh munshi janoblari. Biz o'rdadan bir kitob tuzmoqchi bo'ldik. Buning nomi va mazmunlarini aytib beraman. Xotirlab qo'yib, o'ltirgan baglarga ham menga 2 nusxa ko'paytib topshirib asla. Xo'sh, Vang'ojam bosh ustiga. Kitobning nomi Yaxshi xuluq ishga olamdir. Kitob ichidagi cho'ng mazmunlar: birinchi, balangni adabga o'rgatmasang, naslin quriydi. Ikkinchi, ilm o'rganish yaxshi fazilatdir. Uchinchi, ota-onani xush qilish Xudoning roziligidir. To'rtinchi, mol dunyoying bo'lsa, bolalaringni rozi qil. Ojiz yetim yesirlarga xayr-saxovat qil. Beshinchi, pishnoxo'r ham yolg'onchi bo'lma. Pishnoxo'r bilan yolg'onchi har joyda xordir. Oltinchi, ahmoqlik va adabsizlik bilan tiyib oldiga borg'ili bo'lmaydi. Yettinchi, yaxshi nom qoldirish sharaf, yomon nom qoldirish nomus. Sakkizinchi, tavba qilsang gunohing kechiriladi. To'qqizinchi, yaxshi kun ko'rishni o'ylasang, hunar, kasb o'rgan. 10-chi, yurt va xalq manfaati uchun xizmat qilsang, noming o'chmaydi. Bo'ldi. Ko'nglimga kelgan fikrlarni aytdim. Kam joylari bo'lsa, baydirim to'liq bo'lsin. Har bir mazmun 10 batdan 20 batgacha bo'lsin. Masalan, birinchi mavzuni o'ylashib ko'raylik. Bu onaning balog'i bo'lgan tarbiyasi, otaning balog'i bo'lgan tarbiyasi, ota-onaning o'zining adab axloqi qatorliq masalalarni o'z ichiga oladi. Qandoq dedim? Vang'ojamning aqliga barakalloh. Bu kitobni yozish bizni qiziqtiryapti. Albatta, hadisdan chiqamiz. Ambal janoblari kirdi. Kirsin. Xon Ambali bir qancha amaldorlar bilan yetib kirib, Vang'a ta'zim qildi. Ijozat. Ambal janoblari o'ltirg'aylar. Xon oliylaridan yorliq chiqdi. Yorliqni yetkazgili kirgan edim. Xo'sh, xon oliylari yozsin.
Ambal seriq qumush ichiga tiqilgan yarliqni oldi va tizlanib beshiga ko'tirib bo'lgandan keyin o'ri bo'lib Vangga tutdi. Vang taxtdan pastga tushib yarliqni elib sal pukilib ta'zim qilgandan keyin ichib ko'rgach Sidiqbek to'ngchini chaqirdi. Sidiqbek to'ngchi kirib Vangga qulluq qilgandan keyin qo'lidagi xonning yarliqini elib leviga tekkizib qo'yib o'qishga boshladi. Yarliqning mazmunida Muhammad Beshir Vang boshchiligida Turpan Vangi, Eli Hokim begi, Qashqar Hokim begi, Xotan Hokim begi kelar yili o'zlari xohlagan chaqda Beyjingga kelib xonni ziyorat qilish buyurilgan edi. Yana yarliqning oxirida bu baglar Beyjingda kutib olinib, xonning yozliq sayligohi Chingdeyda ziyoratda bo'lishi eskartilgan edi. Yarliq o'qilib bo'lgandan keyin Vang beshini egib ta'zim bilan "Xon oliylariga hashqalla" deb yarliqni qo'liga oldi. "Janoblari, vaqtni mo'ljallab asla. Biz yarliqda ko'rsatilgan Vang va hokim beglarga xalqning yarliqi bilan qo'shib avatimiz. Ular Beyjingga mengishdan bir hafta burun Qumulga yetib kelib, oliylardan yo'l xati elish kerak. Kelar yili Navro'z bayramidan keyin yo'lga chiqsaq bo'ladi." Xon Ambali har qaytim yarliqni elib kirganda ziyofat ham so'yinchidan bahramon bo'ladi. Aslida Vang dastlabki qaytimlarda Ambal yarliq elib kirganda ancha-muncha mehmon qilib uzitib qo'yishni o'ylagan edi. Ammo bugun Ambal ziyofat ustida Vangdan so'yincha talab qildi. Vang mard qilib bir necha yombu, bir to'p raxt so'yincha berib, uni yomon o'gitib qo'ygan edi. Bugun mu Ambal shu tamada Vangga qarab yolg'on kulib xushamad qilishga boshladi. Vang oliylarining tali keldi. Qaraganda xon oliylari janoblarining mansab darajasini o'stirib, Mehribonu xonimga Pujong degan nomni berdi. Bu gaplardan ko'ngli suyunib qolgan Vang bu qaytim xon Ambalga suyunchini ko'proq berdi. Ziyofatni mo'l qildi. Lekin Ambal olgancha olg'usi kelib ziyofat oxirlashganda ko'ngliga pukib kirgan bir narsani so'radi. Vang oliylarining qo'li bak ochiq, himmatlaridan odamning ko'ngli suyunib ketadi. Shunga oliylarining har qaysi jihatlardagi boyligi haddi hisobsizdir. Yaqinda Bariko'ldagi lashkarlar boshlig'idan anglasam, Bariko'l yayliqidagi otlar haddi hisobsiz olib ketibdi. Shunga janoblardan menga 2 jup ot hadiya qilishlarini iltimos qilaman. Bo'ladi. Bariko'lga o'zingiz berib tanlab iling. Rahmat, Vang janoblari. Xon Ambali cheksiz xushamad ham xushalliq ichida o'rnidan qaytdi. Lekin keyin u Bariko'lga ot olg'ili chiqib 2 jup emas, 10 jup ot akilib sotgan. Buni bilganlar Vangga aytganda Vang kulib qo'ygan. Bu yil qish qor nihoyatda ko'p yog'di. Har yili bosh atyozi bo'ladigan judun chapqun bu yil bo'lmadi. Bu hol dehqonchilik, chorvachilikdagi mo'l hosildan derak beradi. Qish ketib, kunlar isishga boshladi. Muhammad Beshir Vangning Beyjingga berib xonni ziyorat qilish uchun elib beriladigan tayyorligi o'tgan yili kechkuzdan hozirgacha davomlashdi. Bu ish tufaylidan butun Qumul xalqimi nihoyatda oldirash bo'lib ketgan edi. Bir haftadan beri Vang ordisidan tortib cho'ng yo'llargacha, hatto cho'ng yo'llarga tutash ko'chalargacha pokiza tozalandi. O'g'zilarga bayroqlar qadaldi. Tomlarga rangdor lozinkalar esildi. Vang ordisining birinchi ishkiga yeshil tovarga kalvutun yepti kashtalangan, eg'izlaridan bo'ron chiqarib turgan ajdaho suratli bayroq. Ikkinchi ishikka maysirang tovarga seriq ham oq kalvutun yepti kashtalangan, og'zidan o'tlar chaqnab turgan shir suratli bayroq. Uchinchi ishikka seriq tovarga Vang tomg'isining shakli kashtalangan bayroq. To'rtinchi ishikka so'sin tovarga seriq oltin kalvutun yep bilan quyosh surti kashtalangan bayroq. Beshinchi ishikka qizil tovarga yulduz, oy kashtalangan bayroq.
qolgan eshiklarga yana har xil tovarlarga sansizlagan yulduzlar kashtalangan xilma-xil bayroqlar esilgan edi. Bu bayroqlarga ishlangan kashtaning nafis ham chiroyliligi kishilarni o'ziga jalb qilsa, oltin kalvutun yipning zar nurlari ko'zlarni qamashtiradi. Wang bugun beshini tushirtib, burutlarni chiroyli yastab oldi. Ustiga xon avatgan Wanglik buyrug'i o'qilgan kuni birli qitim kiygan oltin qubbiliq zar to'n. Beshiga o'tqatliq zar qalpoq. Putiga zar kashtalangan qisqa qo'nishliq maxmal o'tik kiydi. Bugun u o'rdadagi cho'ng kichik amaldorlarni yig'ib, Beyjingga mengishdan burun qiladigan ishlarni boshladi. Bu ishlar yillik xizmatlarni xulosalash, amaldorlarni mukofotlash, Beyjingga mengishdagi tayyorliklarni surishtirish, vazifa topshirishlar edi. Wangning cho'ng yig'ilish qiladigan o'rni Datang deb ataladigan cho'ng zal edi. Bu hashamatlik cho'ng zalning panjaralik tomlarini yoqilab, qo'liga qilishliq, 3 tish nayzilik miltiq ko'targan muhofizachilar turadi. Wangning o'ltiradigan taxti yerdan 1 metrda ko'tarilib, yog'ochdan naqshlik qilib, naqshlarga oltin hal berilib yasalgan. Taxt ustiga xotan gilimi, gilim ustiga ta'tilla ko'rpalar selangan. Ta'tilla ko'rpa ustida Muhammad Beshirvon tamkin ham ruhliq o'ltiradi. O'rdaning tayji hamdaglari tukilgan peti salom berib, ijozatdan keyin o'zlarining maxsus o'rinlarida o'ltirishdi. Na'matullah tayji, G'oshir tayji, Patunush tayji, Shosilinbek, Sidiqbek to'ngchi, o'rdaning qozisi, bosh munshi, yordamchi munshilar, yana bir muncha o'rda baglari saf bo'lib o'ltirishdi. Ular ustunlarga o'z amallariga qarab tikilishi bir xil bo'lsa-mu, rangi keshtilangan gullari o'xshash bo'lmagan to'llarni kiygan. Beshiga amaliga qarab o'tqatlari har xil bo'lgan bo'klarni kiyishgan edi. Hammasining chiroyida bir xil xushallik, xotirjamlik aks etgan edi. Wang janoblari oldi bilan hammasidan tinchlik, omonlik so'radi. Baglar Ulug' Wang janoblarining oltin bo'ylari esan bo'lg'ay deyishdi. Bir pas jimliqdan keyin Wang ularga dedi: Alloh taolaning barakatida yurtimiz omon, ittifoq, xalqimiz bayoshat yashayotdi. Avam ichiga berib ahvol o'qib kelgan baglarimiz yaxshi baho, yaxshi tilaklarni ep keldi. Bashar tarafda burunqi suv kamchil, urug' kamchil deydigan gaplar tugab, xalq xotirjam bo'lib qopti. O yerdagi qorliq g'olining suvi ulg'iyib eqib tutdi. 12 tog'dan kelgan xabarlarga qaraganda 270 qo'tan qo'yning har bir qo'tandagi burunqi soni 700 bo'lgan bo'lsa, hozirgi har bir qo'tandagi qo'y 1200 gich ko'payibdi. Kalalar, otlar yaylaqqa patmay qopti. Otlarning bir qismlari tog' orqasidagi yova otlarga qo'shilib ketib o'tibdi. Yana chorvachilar qeri qo'ylarning tishlari tushib ketdi. Buni qanday qilamiz deb so'rab yetibdi. Na'matulloh bey, farmon bersizlar. Bu gap bilan Na'matulloh bey xo'sh Wang'ojam degunicha o'rnidan dast turib beshini aytdi. Kishi tushayotgan qeri qo'ylarni chorvachilar yeb tugatsin. Otlarni bo'lsa tizgillab, baytal ayg'irlarini, qo'lin taychoqlarini ayirib olib, yilqinlarni ayrim boqsin. Bizning otlarimiz noit xil. Har qaysi joylarga xabar berib, bir qismini setib o'tayli. Wang shu gaplarni deb bo'lib, texichi o'ri turgan Na'matulloh tayjini o'ltirishga ijozat qildi. Baglar hammasi bir-biriga mamnunlik bilan qarashib, "Bu-mu Xudoyimning yurtimizga bergan barkiti" deyishdi. Wang bir pas jinjitlikdan keyin yana shularni jakarladi. "Men bugun mushu yerda o'ltirgan baglarning hammasini tortiqlayman. Har birlariga ayrim-ayrim 50 dan qo'y, 5 dan kala, 2 dan ot berilsin. Va yana 12 dorg'a, 10 qezibakka 10 dan qo'y, 2 dan kala, 1 dan ot berilsin. Yana shu qatardagi qozi, mufti, alam, pashshab, xitib,
mötö suplarga, hatto imom mazillarga Na'matulloh Teji o'zi belgilab sovg'atlarni taqib bersin. Bu Vangning yilda elib boradigan mehr shafqati edi. Lekin bu yil hassalab ko'p bo'ldi. Shunga beglar xushallikdan o'ltirolmay qilishdi ham ig'iz-ig'iziga tegmay Vang hojamning mehr shafqatiga ashqalloh deyishib ketdi. Lekin Sugurbek o'xish yoqmagandek boshqacha bir kayfiyatda o'ltirdi. Uning ko'zlari zalning naqshlangan tomlariga, gullik panjiralarga erinchaklik bilan qadaldi. Hammasi Sugurbekning xiyol fikrini sezib turadi. Vang mo Sugurbekka qaraganicha bir daqiqa o'ltirib, ulug' kichik tindi. Vang hozir uningga gap qilishning vaqti emas. Uningga chalma etib chachiratganning foydasi yo'q. Deganda ko'nglidan o'tkazsa-da, darhol Na'matulloh Teji begimga qaradi. Qani, Na'matulloh Teji begim. Beyjingning tayyorliklari bitdimi? Xalqqa qilinadigan sovg'alar qanday bo'ldi? Xo'sh, Vang hojam. Hamma tayyorliklar taq bo'ldi. Oldin kutib olg'ich xodimlarimiz 200 qo'y, 100 kalini haydab yo'lga chiqqili 5 kun bo'ldi. Ular har qaysi qonalg'ularda tayyorlik qilib kutib turdi. Qaytib chiqishning yemak-ichmak tayyorligimi shuning ichida. Mayt yaxshi bo'pti. Endi Beyjingga elib boradigan sovg'atlarning tizimligini o'qisizlar. Xo'sh. Na'matulloh Teji yeniga silib kirgan bir parcha yo'g'on samon qog'ozni ichib o'qishga boshladi. Qog'ozga mo'y qalam bilan chiroyli putilgan tizimlik aniq ko'rinib turibdi. 40 egarlangan ot, 30 jop bug'u mungizi, 30 jop bo'kan mungizi, 14 parcha xotan va Hindiston gilimi, 20 dona sho'losin terisidan ishlangan uzun juvo, 20 dona kucha ko'rpisidan ishlangan uzun juvo, 18 dona oq tulki terisidan ishlangan uzun juvo, 18 dona sarg'ush tulki terisidan tikilgan kalta juvo, 18 dona qora tulki terisidan tikilgan kalta juvo, 20 dona oq qo'zi terisidan tikilgan kalta juvo, 20 dona oq qo'zi terisidan ishlangan ko'rpi juvo, 20 dona oq qo'zi terisidan ishlangan ko'rpi juvo, 20 jop to'gi yung'idan to'qilgan paypoq, 20 dona kala terisidan ishlangan no'xta, 20 dona eg'iz duruq, 20 dona ot qantisi, 20 dona pil tishi sapoqli pichoq, 4 dona burkut, 13 jang tik poqi, 40 jang seriq mum, 50 jop bilay tishi, 5 sanduq anar, quruq uzum, qo'g'in qiqi, shoptul qiqi bo'lib, hammasi 3000 jang. Bularni elib mangadigan ular harvularni taq bo'lib, mallar harvularga besilib, usti yepilib bo'ldi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Oyshan Ahmadning Muhammad Beshir Changwang nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Vang janoblarning yo'l azobini Alloh taolo yeniklatguchidir. Allah ulug' safarlariga g'oyat zo'r muvaffaqiyatlar ato qilsin. Amin. Alsaq, xon oliylari yo'l bo'yidagi shahar o'tanglarga bizni yaxshi kutib, yo'lga silib qo'yish haqida yarliq tushiribdi-dak. Ularni mo qizg'in tayyorlik qilyotdi deyishyapti. Janoblarning bosog'isiga kiriblar. Go'yo yo'l yurmagandek, hamma yo'l azoblari ko'tarilib ketdi. Bu shahar menga noiti illiq tuyuldi. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'za Hoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Toyir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'o'pur.